Oldingi videomda 100 ta kommentariy bo'lsa keyingi videoni ishlayman degandim. Oshib ketdi. Rahmat. Endi davomi desa ham bo'ladi yoki alohida bir mashq desak ham bo'ladi. Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massaji va mashqlarni bajarishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'llar bilan saqlab qolasiz. Mashqlarni boshlaymiz. Boshida yana bo'ynimiz pastga egiltirib, yon taraflarga, yelkalarimizni ozgina harakatga keltiramiz, oldinga, orqaga. Endi ozgina bugun qo'llarimiz bilan ishlaymiz. Ya'ni qo'llaringizni shunaqa qilib uzatasiz va tirsak qismini faqat aylantirasiz mana. Judayam zo'r mashq. Mana bu umrov suyagi bilan qo'lingiz birikkan joy harakatga keladi. Ya'ni mana menda ham mana bu qismimda qirsildab turibdi suyagim. Demak, bu mashqni ko'proq bajarishimiz kerak. Chunki tushuntirdim sizlarga, bo'g'imlar orasini qanchalik ko'proq harakatga keltirsangiz, shuncha yaxshi moylanadi. Endi yon taraflarga qo'llarimizni o'ngga, chapga yaxshilab his qiling. Har bir mashqni bajarib turganingizda prosta tak bajarmang, ha bajarishim kerak ekan deb. Yo'q, bu xato. Mashq bajarib turganingizda har bir mushagingizni qanaqa qilib harakatlanib turganini, qaysi birsi harakatga kelib turganini his qiling. Shunda siz o'zingizni tanangizga quloq solayotgan bo'lasiz. Bu juda ham yaxshi. Demak, boshladik. Mana o'ng qo'lingizni chap tarafga uzatganingizda oyog'ingizni ham barmoq uchiga qo'yib cho'zing. Mana. Endi bu tarafga. Barmog'ingizni uchida turasiz. Bir tarafga. Mana. 1 2. Mana bu qismdagi mushaklar hozir tortilyapti. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qo'llarimizni ozgina harakatlantirib yuboramiz. Endi qo'llarimiz ko'krak to'g'risida mana bunaqa qilib ochilamiz. 1 2 3 1 2 3. Bu yerda nafaqat qo'llaringiz ishlaydi, balki ko'krak qafasingiz ham ochiladi. 1 2 3, ya'ni asanka uchun yaxshi mashq. 3 1 2 3 1 2 3. Endi Michael Jackson harakatini bajaramiz. Ya'ni ozgina o'tirasiz. Bu mashq tos suyagingiz uchun juda ham foydali va shu umurtqa pog'onangiz uchun. Demak, o'tirdik. Mana tos suyagi. Ozgina o'tiramiz. Tos suyagini oldinga, orqaga, oldinga va orqaga harakatlantirasiz. Ko'rasiz, juda ham mana bu belingiz uchun juda ham zo'r mashq. Bajaramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi yon tarafga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
dam olamiz. Keyingi mashqlarimiz o'tirib yoki yotib bajariladi. O'shaning uchun biror narsani ustida bajarishingizni tavsiya qilaman. Demak, mashqlarimizning keyingi bo'limi, ya'ni o'tirib yoki yotib bajaradigan mashqlar. Mashqlarni bajarib turganingizda termosda yoningizda iliq suv bo'lishini tavsiya qilaman. Bu organizmingiz uchun terlab turgan paytingiz, harakat qilib turgan paytingiz o'sha suvsizlanib qolgan hujayralaringizga, ya'ni organizmingizga suv yetishmay turadi. Siz agar o'sha sport qilib turganingizda ozginadan iliq suv ichsangiz, shifo ustiga shifo bo'ladi. Men har doim yonimda mana shuni termozim turadi. Kuni bo'yi yonimda olib yurayman iliq suv bilan. Hatto yozda ham iliq suv ichaman. Xohlasangiz, agar hech qanaqa oshqozon ichak kasalliklari bo'lmasa, ichiga ozgina limon siqib ham ichsangiz juda ham foydali. Demak, boshladik. Keyingi mashqlarimiz mana shunaqa qilib turib olamiz va belimizni tepaga, ya'ni patologga cho'zishni harakat qiling. Qanchalik teparoq ko'tarsangiz, shunchalik yaxshi. Ko'tarib turasiz. Nafas olib, nafas chiqarasiz. Nafas chiqarayotganingizda qorningizni umurtqa pog'onasiga xuddi yopishtirmoqchi bo'lgandek harakat qiling. O'shanda qorningizdagi o'sha ko'ndalang mushaklar tortiladi. Ya'ni harakatga keladi. Tonusga keltirasiz. Boshladik. Tepaga nafasni chiqardim. Qornimni tortdim. Ozgina shu turishda turaman. Nafasimni tutib turibman. Endi nafasimni chiqardim. Ya'ni belimni ham pastga tushirdim. Demak, yana nafasni chiqaramiz. Umurtqani tepaga, qorinni ichkariga. Shu turishda ozgina turamiz va nafasni chiqaramiz. Boshladik. Bir, ikki. Bu mashqni 5 marta bajaramiz. 3, 4, 5. Endi orqaga ketib ozgina umurtqa pog'onamizga dam beramiz. Mana shu holat umurtqangiz uchun juda ham foydali va nima qiladi? Dam oladi umurtqa. Endi keyingi mashqimiz. Bu mashq tanamizni orqa qismida va oldingi qismida fastsiyalar bor. Bu fastsiyalar butun mushaklarimizni bir-biri bilan bog'laydi. Va hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan mashqimdan o'sha fastsiyalarni harakatga keltirasiz va bo'shatasiz. O'shaning uchun quyidagi mashqni bajaring. Ya'ni bundan o'ng qo'l, chap oyoq ko'tariladi va shu holatda muvozanatingizni tutib turing ozgina. Bu muvozanatingizni tutishga ham yordam beradi bu mashq. Agar yosh kattalarimiz bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsangiz, bu mashqni bajarmang. Lekin bajarsangiz albatta yaxshi. Mana yana
chap qo'l, o'ng oyoq ko'tariladi. Ozgina tutib turasiz o'zingizni. Boshida tutishingiz qiyin bo'lishi mumkin, muvozanatingizni tuta olmashingiz mumkin, lekin keyin o'rganib ketasiz. Davom qilamiz. Yana keyingi qo'limiz chap, o'ng qo'limiz, chap qo'limiz. Tugatdik. Yana dam olish holatiga o'tamiz. Har bir mashqni, massajni bajarayotganingizda o'zingizni tanangizga quloq soling. Qiynalib turibdimi tanangiz? Og'riq beryaptimi? Dam bering. Ozgina dam oling, so'ngra yana bajarishni davom qiling. Keyingi mashqlarimiz tos suyagi uchun bo'ladi. Ya'ni tos suyagimiz, bilasiz, harakati juda ham sust bo'ladi. Ayol kishilar tug'ishadi, boylashadi keyin tozini. Buning natijasida o'sha tos suyagidagi mushaklar, ya'ni тазобедренный sustav, tos suyak mushaklari harakatga kelmaydi deyarli. Vaqt o'tishi bilan ular harakatsiz, ya'ni siz oyog'ingizni harakatga keltirasiz, qo'llaringizni, bo'yningizni, ammo tos suyagini harakatga keltirmaysiz. Mashqlar bajarmaysiz. Natijada u yerda qon aylanish pasayib ketadi. Keyin har xil jinsiy kasalliklar paydo bo'ladi. O'shaning uchun tos suyaklari uchun mashqlarni erkak kishi ham, ayol kishi ham har kuni bajarish kerak. Bu sizning sog'lig'ingiz uchun juda ham foydalidir. Demak, mana shunaqa qilib o'tirib olasiz. Mana o'tirdingiz va tizzalaringizni yon taraflarga harakatlantirasiz. Mana juda ham zo'r mashq, foydali. Bu тазобедренный sustavingizni harakatga keltiradi. Boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi mashqimiz bu ham тазобедренный sustav uchun. Buni qurbaqa deyman. Oyog'ingizni mana shunaqa tekis qo'yasiz. Mana. Tekis turishi kerak, bir chiziqda va orqaga, oldinga harakatlantirasiz. O'tirishga harakat qiling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Endi oyoqlarimizni birlashtiramiz oldinga va kapalak mashqini bajaramiz. Mana oyoqlarimizni yon taraflarga, agar siz tegiz olmayotgan bo'lsangiz, tepada turgan bo'lsa ham oyog'ingiz, hech qisi yo'q, bajaravering. Asta sekin mana тазобедренный sustavni ochasiz. Mana shu mashqni bajaring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keyingi mashqimiz oyoqlarimizga tortilamiz. Bu mashq nimaga bajaramiz? Oyog'imizni orqa qismidagi mushaklar, har doim siz to'g'ri o'tirasiz, yurasiz, lekin orqa qismdagi mushaklarni cho'zmaysiz. Ular mana
oyog'ingiz bo'lsa, mana buni oyoq qilib olsak, mana harakatlanadi. Hamma harakatlar deyarli orqa tarafga bo'ladi. Ya'ni o'tirasiz, yurasiz, yugurasiz, hammasi oyoq orqa tarafga faqat harakatlantiradi. Harakatlangani uchun oyoqning orqa qismidagi mushaklar qotib qoladi va spazmga kirib qoladi. O'shaning uchun orqa qismdagi mushaklarni cho'zish juda ham shart va zarur. Boshladik. Tortilishga harakat qiling oyog'ingizga. Sanang. 1 2 3 4 5 va ozgina tutib turing. Keyingi oyog'imiz. Boshladik. 1 2 3 4 5 ozgina tutib turamiz. Orqa qismdagi mushaklar og'riydi, ozgina chidab turing va yuboring. Bugungi mashqlarim shulardan iborat edi. Bu mashqlarni, ya'ni badan tarbiyani har kun bajarsangiz, shifo ustiga shifo bo'ladi. Mening kanalimga obuna bo'lishni, like bosishni va kommentariya qoldirishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.